Bugun bu yerga yig'ilishimiz boisi Super kitobxon loyihasining ilk qaldirg'ochi tomonidan yozilgan ajoyib kitob. Biz buni o'qib, eshitib his qilamiz. Bu mehmonlarimiz bu dardni yashab, o'sha joyda ko'zi bilan ko'rib his qiladi. هذا الكتاب يتكلم عن معاناتنا، ولكن معاناة الفلسطينيين لا تنتهي، لأن استخدام Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz mehmonlar, hurmatli tadbir qatnashchilari. Barchangizni ushbu dargohda ko'rib turganimizdan bag'oya xursandmiz. Bugun bu yerga yig'ilishimiz boisi Super kitobxon loyihasining ilk qaldirg'ochi tomonidan yozilgan ajoyib kitob, ya'ni Uzurnoma kitobi taqdimot marosimida yig'ilib turibmiz. Qarshi chalish mumkin. Rahmat. Borilarga shukr. Va sizlarni ko'p kutirmagan holda tadbirimizni va so'z boshini ustoz Abror Muxtor Aliga beramiz. Albatta, yana gulroz qarsiylar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli ustozlar, aziz xonimlar. Barchalarga bugungi kitob uchun yig'ilgan majlisimiz xayrli bo'lsin. Shunga o'xshagan ilmiy, ma'rifiy suhbatlarda yig'ilib, dardlashib, muammolarni, yechimlarni o'rtoqlashib yurishimizni Alloh taolo nasib qilsin. Bizning yurtimizda bo'layotgan yaxshiliklar, yurtimizni islohoti natijasidan biri sifatida ko'rishimiz mumkin. Kitoblarimiz yozilishi, kitoblarga urg'u berishi, mamlakatimizni hatto mana Falastindan kelgan yoki Iroq, Suriyada qolib ketgan mazlumlarga bo'lgan yordamini bu bizni mamlakatni islohotiga sabablardan biri qilib ko'rsatish mumkin. Xo'p, bugun siz azizlar bilan bizni Super kitobxon loyihamizni ilk qaldirg'ochi bo'lgan, ilk samarasi bo'lgan kitobni taqdimotidamiz. Uzurnoma kitobi. Kitobga ko'z yugurtirgan odam o'sha dardni his qiladi. Biz buni o'qib, eshitib his qilamiz. Bu mehmonlarimiz bu dardni yashab, o'sha joyda ko'zi bilan ko'rib his qilgan. Buni mana shu uzurnoma orqali xalqimizga biroz taskin ma'nosida yoki biroz o'zini aybdor his qilish ma'nosida, hech yo'q dunyoda adolat ham borligini, kuch faqat zolimlarning qo'lida emas, haqlilarning ham qo'lida ekanligini biroz ifodasi degan ma'noda inshaalloh bu kitobning manfaati bor. Humayro Halil bu kishi bizni katta ustozlarimizdan Super kitobxon loyihamizda. Bu loyihadan demak birinchi taqdim qilinayotgan kitob bo'lishi bilan birga siz azizlarga fursatdan foydalanib Super kitobxon loyihasini oldiga qo'ygan ba'zi maqsadlarini o'rtoqlashmoqchiman. Super kitobxon loyihamizni O'rta Osiyoda ya'ni taqdimoti, tashviqoti birinchi bo'lib amalga oshirilyapti. Yo'q, boshqa joyda yo'q bunaqa uslub. Ya'ni O'rta Osiyo regionida yo'q. Boshqa joylarda xossatan shug'ullanganlar bor. Ba'zi odamlar internetdan qidirgan, u yoqdan bu yoqdan olib o'rgangan, lekin tartibli shaklda, akademik ko'rinishda biz boshlayapmiz va siz azizlarni iqbolingiz, buni to'g'ri qabul qilishingiz bizga ham bir ma'noda kuch bag'ishlayapti. Demak, Super kitobxon loyihamizni birinchi dastlabki bosqichi biz o'zimizni, avlodlarimizni kitobga oshno qilish, kitobni o'qish usullarini o'rgatish. Ma'lum bir muddatda kurs o'tgandan keyin bola yoki o'quvchi tez o'qish bilan birga tez ilg'ay bilish, diqqatni jamlay olish, ko'proq narsani tushuna bilish, kitobni tahlil qila olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bu kitob o'qishni uslubidan kelib chiqadigan narsa. Darsga qatnashganlar bor, eshitganlar ham bordir. Bu inson ko'zida shunaqa qobiliyatlar bor. Inson ko'zi bir jumlani hammasini xarfma-xarf o'qimaydi. Insonning ko'zi kalimada
boshi bilan o'rtasini yoki oxirini ko'radi, ma'noni ilg'ab ketaveradi. Xuddi shu qobiliyatni jumlaga, xuddi shu qobiliyatni abzasga, xuddi shu qobiliyatni butun boshli sahifaga ishlatish mumkin. Bitta qaraganingizda nima haqida gap ketayotganligini bilish mumkin. Bu qandaydir bir mo'jiza emas. Tajriba orqali qilinadigan ish. Imom Shofiy rahimahulloh aytadilar, men bir kitobni o'qisam, bitta o'qiganda yod bilardim deganlar. Bitta o'qisam yodlardim dedilar. Keraksiz kitoblarni qo'lga olishdan qo'rqardim, ularni ham yodlab qo'yardim dedi. O'sha ulardagi o'qish qobiliyati shunaqa darajada. Ya'ni kalimalar ustida ko'p tajriba bo'lganki, har qanday kalimani nima ma'no, nima ifoda qilayotganligini anglay biladi. Demak, bu qobiliyatni biz hosil qilib olgandan keyin bu go'yoki bir usul, fundamentga o'xshagan narsa. Endi buni ustiga ikkinchi bosqichda 100 kitob bosqichimiz bor. Super kitobxon loyihasida 9 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz ikkinchi bosqichda 100 kitob loyihasini amalga oshiradi. Bu loyihada 100 ta kitobni o'qib chiqqandan keyin albatta bolalarimizda, farzandlarimizda o'zgarish 180 gradusga o'zgaradi. Uni kitob o'qigan bilan o'qimaganning farqi bo'ladi. Kitob o'qigan bilan o'qimagan millatni ham farqi bo'ladi. O'shaning uchun hozir o'qishga urg'u berishimiz katta bir binoga bir dona bo'lsa-da g'ish qo'yish ma'nosida bu ishni boshlayapmiz. Manfaat bo'ladi degan umiddamiz. Uzrnoma kitobi taqdimotiga ustozlar kelgan, bu mavzuni bizga ochib beradiganlar bor. Ularga ham so'z berishdan oldin men kitobxonlik to'g'risida biroz to'xtalib o'tdim, rozi bo'lasizlar. Kitobxon millatni kelajagi bo'ladi. Biz yer yuzida rivojlangan, bugungi kunda rivojlanib turgan mamlakatlarni, millatlarni tarixini o'rgansak, taxminan 1850-yillarda bizni O'rta Osiyo xalqlarining ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy, madaniy saviyasi Yapon xalqi bilan bir xil bo'lgan. Bir xil, saviya bir xil bo'lgan. Orada undan keyin yaponlarning boshiga bomba tushdi. Va ular millatni qayta oyoqqa turg'izishlikni yagona yo'li ta'lim ekanligini bilishdi, kelishishdi, qo'lma-qo'l berishdi. Ayollar sirg'alarini sotib kitoblarga sarflashdi. Harakat butun millat nomidan boshlandi. 100 yil, 150 yil o'tib Yaponiya bilan bizni solishtirib ko'ring. Biz ham shu ishni qila olamiz. Yaponlarning kallasi bizgidan katta emas. Ularga berilgan imkoniyat bizda ham bor. Faqat tajriba, o'qish, vaqtni to'g'ri taqsimlash, ilm va bir-birimizni qo'llab-quvvatlash bilan bo'ladi. Biz endi qo'limizdan kelgancha kitob targ'iboti to'g'risida ichimizda millatni, xalqni, dardini, tashvishini olib yurgan odamlar bilan ham fikr o'laroq kitob o'qitishimiz kerak deyapmiz. Va albatta biz bu super kitobxon loyihasida taqdim qiladigan kitoblarimizni albatta taftishdan o'tkazamiz. Chunki har qanday kitobni o'qigan odam har qanday ahmoqdan ahmoq bo'lib qolishi mumkin. Kitoblarni o'zini maqomi bor. Kimga qaysi kitobni o'qitish kerak, qaysidir kitobni taqiqlash kerak. Men ko'p suhbatlarimda aytdim, o'rni kelganini takror aytib ketay, mana yozilyapti, qoladi. Bizda mutlaqo qadriyatimizga zid bo'lgan, bizni milliy qadriyatimiz, diniy qadriyatimizga zid bo'lgan kitobni tarjima qilib, xalqimizni, yoshlarimizni boshini aylantirayotgan guruhlar bor. Rasmiy doiralarda ham bularni ildizlari bor, tashqarida yurganlarni ham go'yoki bizni yo'q qilaman deb petitsiya qilganlarning ham ichida bor bular. Millatni dushmanlari bular. Chunki millatni maktabini portlatib yorsa, masjidini buzib yorsa, uni ta'limiga qilgan zararni, ya'ni ondan biri ham bo'lmaydi u. Masjidni qayta qurib olamiz, maktabni qayta qurib olamiz u bolalarimizga qayta imkoniyat bo'lmaydi. Bularni fikrini buzganlar, bularni aqidasini buzganlarni to'g'rilab bo'lmaydi. Men hayron qilyapman, Sapiens kitobi sotilyapti hali ham. Noel Harari, Galuboy odamning kitobi bizda bestseller qilib sotilyapti.
Bu kitobni tarjima qilganlar qonun doirasida jazolanish kerak. Millatga nisbatan eng katta jinoyat qilgan deb ularni mahkamaga tortilish kerak. Erkin fikr ekan deb Hizbiyning kitobini tarjima qilinmaydi-yu. To'g'rimi? Hamma yo erkin fikr ekan deb anu radikal odamlarning fikrini olib kelib bo'lmaydi-yu. Gitlerning asarlarini tarjima qilib tarqatib bo'lmaydi-ku. Oddiy mantiq bu. Nima uchun bizni mana shunaqangi odamlar yoqtirmaydi? Biz ulardan qo'rqmaymiz. Ularni qilayotgan jinoyatini jinoyat deb aytamiz. Dunyoda ikkita fikr bor. Ikki xil fikr bor. Bittasi kuch bizda, biz haqlimiz degan fikr. Bular radikal. Bular Falastinda ham, bular Suriyada ham, bular Xitoyda ham xalqlarga zulm qilishyapti. Kuch bor qo'limizda, xohlaganimizni qilamiz deyishyapti. Ikkinchi fikr bor. Biz bu fikrdamiz. Biz nima deymiz? Biz haqli bo'lsak kuchlimiz deymiz. Haq bo'lishimiz kerak, to'g'ri bo'lishimiz kerak. To'g'ri turganimizda zaif bo'lib qolishimiz mumkin, qayerdadir nimagadir yutqizib qo'yishimiz mumkin dunyo maydonida. Lekin sof vijdon bilan yutqizamiz. Qarshimizdagilar vijdonsizlik bilan yutgan bo'ladi. Ularni yutug'ini yutuq deyilmaydi. Shu ma'noda siz azizlarni kitobga ishqiboz bo'lgan, kitob deganda katta bir zalni to'ldirib o'tadigan siz qahramonlardan umidimiz katta. Kitob to'g'risida to'g'ri kitobni o'qitishimiz, o'qishni o'rgatishimiz va to'g'ri kitobni taqdim qilishimiz kerak. Falsafani joyiga qo'yishimiz kerak, mantiqni joyiga qo'yishimiz kerak. SSR tizimini bizni millatlar ustida qilgan eng katta jinoyati mana shu ta'limni buzganligi. Boshqasi o'rniga kelib ketyapti, ko'ryapsizlar. Qanaqa binolarni qurib tashayapmiz. Buxoro qayta tiklanyapti, Samarqand dunyoning sayqali bo'lyapti hozirgi kunda. Tiklash oson, lekin ma'naviyatni yana bir 20 yil kerak bo'ladi. Yo'q. Yoshlarimizni yana qaytadan shakllantirish uchun tizimga ehtiyoj bor. Buning uchun o'qiydigan avlodga, to'g'ri kitob o'qitadigan ustozlarga ehtiyoj bo'ladi. Alloh xayrli qilsin. Majlisimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Yana suhbatlarda davom etamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Davom etamiz azizlar. Darvoqiya super kitobxon loyihasi tashkil topganiga oz muddat bo'lganiga qaramasdan, hozirgi kecha kunduzda minglagan kitobxonlarni o'z atrofida jamladi. Bu mavzuda, ya'ni bugungi kitob mavzusida esa prezidentimiz tomonidan 2024-yilda mana shu G'azo, Falastinda ozor chekkan 100 nafar insonni O'zbekiston hududiga olib kelindi va ularni boshidan oxirigacha davolash, hayotga qaytarish, boshqa eng yaxshi ishlar amalga oshirildi va buni ham bir qo'shtirnoq ichiga olib o'tib ketsak bo'ladigan gapki, boshqa hech qaysi davlatni dunyodagi davlat rahbari bu ishni qilmadi. To'g'ri, yordam jo'natganlar bo'ldi. Vatanidan qochganlarga joy berganlar bo'ldi, lekin aynan o'zi katta majlisda so'rab 100 kishini olib kelish men ko'rmadim. Bu ham bitta qarsaga tahsinga loyiq ish deb bilaman. Davom etamiz azizlar. Navbatdagi ustozimizga so'z navbatini beramiz. Shoir Akrom Malik ustozimizga marhamat. Gulroz qarsaklari ostida. Bismillahirrahmanirrahim. Rishtaga chekdi necha durriyatim. Hamda kim vojibi bizzotirur, hamidaning zotiga zarrotirur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli do'stlar, aziz ustozlar, bugun biz nafaqat bu ilm majlisi, balki shukr majlisi ham yig'ilib turibmiz. Chunki bugun aytiladigan gaplar juda ham muhim bo'ladi deb o'ylayman va muhim gaplar aytildi. Chunki bizni qo'limizdagi bu kitob juda dolzarb mavzuda yozilgan va bevosita bu kitobni mavzusiga to'xtalishdan avval biz ham kitob haqida, adabiyot haqida, qalamning, so'zning ahamiyati haqida bir ikki og'iz mulohazalarimizni bildirsak-da, ana undan keyin
bevosita kitob, ya'ni uzrnoma qissasi masalasiga o'tsak. Bilamizki, Parvardigor olam barcha maxluqotlardan avval qalamni yaratdi va qalamga yoz deb amr qildi. Qalam men nimani yozay deb so'radi. Xudovandi Karim barcha bo'ladigan ishlarni yoz deb aytdi. Mana shu haqiqatni o'ziyoq bu insoniyat dunyosida, ma'naviyat dunyosida qalam va kitobning ahamiyati qanchalik muhim ekanligini bildiradi. Qalam Lavhul Mahfuzga ilohiy haqiqatlarni sabit etdi. Va yer yuzida ham qaysi bir qalam tutgan odam o'zining sahifasiga, ya'ni kitobiga yozuvchi bo'lsin, shoir bo'lsin, ilohiy haqiqatlarni sabt etar ekan, albatta izzat va yaxshilik topadi. Va yana Parvardigori olam insonlarga yetkazishni iroda qilgan haqiqatlarni payg'ambarlar vositasida kitoblar orqali yetkazdi va bu ham kitobning ahamiyatini bildiradi. Va yana Xudovandi Karim bizlarning amallarimizni yozib borish uchun ikkita farishtani yelkamizga qo'yib, ularning qo'llariga kitob berib qo'ydi. Va bu kitoblar, ya'ni nomalar qiyomat kuni bizni qo'limizga tutqaziladi va biz shu kecha kunduzda umrimiz davomida yozib borayotganimiz amallar bilan yozayotgan kitoblarimizni qiyomat kuni o'qiymiz. Bu ham kitobning ahamiyatini bildiradi. Yer yuzida davlatlar paydo bo'lib, sulolalar hukm surar ekan, har qanday davlatning quvvati ikkita asosga suyanadi. Biri qilich, biri qalam. Agar qaysi bir davlatda qilich va qalam teng tutilsa, o'sha davlat quvvatli, qudratli bo'ladi. Agar qilich kuchayib ketsa, u davlatda jaholat avj oladi. Agar qalamning kuchiga suyanib qilich unutilsa, o'sha yerda yana tanazzul boshlanadi. Shuning uchun ham qilich va qalamni kuchini teng tutish bu dunyo davlatlari tarixidagi eng muvozanatli, adolatni, qudratni ta'minlaydigan bir asos hisoblanadi. Bizning ajdodlarimiz bu haqiqatni chuqur anglab yetishgan. Diyorimiz islom, diyorimizga, xalqimizga islom fath bo'lgandan keyin bizni zaminimizda juda kuchli va saviyali adabiyot shakllandi. Bu adabiyot qanday adabiyot edi? Bu Qur'onni yoki hadisni ko'chirmasi emas, balki Qur'on va hadisni ruhiga, qalbiga singdirgan, aqliga naqshlagan insonlarning qalbidan chiqqan haqiqatlaridir. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Hazrati Navoiyni ijodini tushunish uchun Qur'onni tushunish kerak, hadisni tushunish kerak deyiladi. Bu yerda bir muhim nuqta shuki, Hazrat Navoiy Qur'oni Karim va hadis haqiqatlarini qalblariga jamlab, qalblariga singdirib, o'shani oqibatda paydo bo'lgan kashflarini yozgandilar. Va shuning uchun ham bu alohida bir masala. Balki Hazrat Navoiy asarlarini o'qish Qur'on va hadis haqiqatlarini to'g'ri tushunishga yo'l ochishi mumkin. Endi bevosita masalaga qaytamiz. O'tgan 1400 yil, 1300 yil davomida, ya'ni yurtimizda musulmonlar yashab kelar ekan, mana shu vaqt davomida yaratilgan adabiyotlarga nazar solsak, ularning hammalarida demak insonlar uchun eng zarur bo'lgan, tushunib tursalar, insonlar uchun eng zarur bo'lgan, insonning ikki dunyosini haqiqatini ta'min etadigan haqiqatlar bayon qilinganini ko'ramiz. Va biz bugun haqli ravishda dunyodagi barcha xalqlarning o'rtasida eng kuchlik, eng ma'rifatlik, irfonga boy bo'lgan adabiyotni sohibi bo'lgan millatimiz. Domlamiz Abror Muxtor Ali aytganlaridek, chetdan kirib keladigan kitoblar masalasini alohida o'ylab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Sababi kitobning vazifasi bu insonni tarbiya qilish. Albatta, ya'ni insonni tarbiyasida, ma'naviy tarbiyasida kitobning muhim o'rni bor. Eng muhim omillardan biri. Albatta, kitob bu inson tarbiyasini butkul shakllantiradi, ma'naviyatni butkul to'g'ri shaklga olib keladi deyish xato. Kitob mana shu tarbiyaning eng asosida turadi. Va biz o'qiydigan kitobimiz bizning ruhiyatimizga, bizning kayfiyatimizga mos bo'lishi kerak. Bizning muammolarimizga mos bo'lishi kerak.
Biz kimmiz? Biz 1400 yildan buyon musulmon bo'lib yashab kelayotgan xalqning, buyuk bir millatning davomchilarimiz. Demak, bizga o'zimizni muammolarimizga o'zimizni ajdodlarimiz, bizdan tepada turgan ulug'larning kitoblari yechim bo'ladi. Chunki bizning irsiyatimizda, bizning naslimizda, bizning zotimizda ana ularning his-tuyg'ulari, ana ularning ilmlari, taqvolari, haqiqatlari turibdi. Shu ma'noda bizga bugun Parvardigor olam taqiqlaydigan hayvonlarni go'shtini yeydigan, Xudoy taolo taqiqlagan ichimliklarni ichadigan va Xudoy taolo taqiqlagan ishlarni qiladigan odamlarni aql o'rgatishga haqqi yo'q. Ya'ni biz aslida shu kecha kunduzda, shu kungi holatimizda ham xalqqa, butun insoniyatga axloqdan va dini diyonatdan ta'lim bera oladigan quvvatga, salohiyatga ega bo'lgan xalqmiz. Biz birinchi o'rinda bugun shuni anglab yetishimiz kerak. Buning uchun ajdodlarimizning merosini o'rganish va unga amal qilish kifoya. Agar shu narsani o'zimizga mezon qilib oladigan bo'lsak, shu narsani o'zimizga cho'qqi qilib oladigan bo'lsak, domlamiz ta'kidlaganlariday qandaydir axloqsiz insonlarning kitoblarini o'qishimizga hojat qolmas edi. Va umuman olganda, nafaqat ularga o'xshaganlarning kitobini o'qishga hojat qolmas edi. Demak, aytmoqchi bo'lgan bir gapimiz shu. Yurtimizni bosib olgan dushmanlar bizni tilimizdan, dinimizdan, e'tiqodimizdan ayirishdi, adabiyotimizdan ayirishdi. Va natijada bizni, o'zimizni xalqimizni farzandlari o'zimizni dilimizga, e'tiqodimizga u qadar ham mos kelmaydigan asarlar yozib qo'yishlariga to'g'ri keldi. Bugun mustaqillikka erishdik va chin ma'noda mustaqillik bu qalbning hurriyati, aqlning hurriyati, e'tiqodning hurriyatidir. Ya'ni biz bugun chin ma'noda fikriy, qalbiy, aqliy erkinlikka erishimiz kerak. Bu axloqiy erkinlikka erishimiz kerak. Ya'ni o'zimizni axloqimizni, o'zimizni hayotimizni ajdodlarimiz qo'yib ketgan ildizlariga tayangan holatda belgilab olishimiz kerak. Albatta hikmat qayerda bo'lsa olinadi, lekin boshqa yerdagi hikmatlarni olishdan avval o'zimizdagi hikmatlarni to'liq o'rganib olishimiz kerak. Shuning uchun ham biz Hazrat Alisher Navoiy, Hazrat Ahmad Yassaviydan boshlab, So'fi Allohyor bobomizdan boshlab, yo Haziniy bobomiz, Xo'ja Nazar Huvayda bobomizgacha bo'lgan ulug'larning adabiyotini, asarlarini targ'ib qilyapmiz. Va bugun yangi avlod vakillari, ya'niki qaysi mustaqillik yetishtirib bergan avlod vakillari qachonki ana shu adabiyot buloqlaridan suv ichib o'z asarlarini yozsalar, ana shunda qabuliyatga erishadilar. Mingta kitobni chiqarib majburlab odamlarga tiqishtirib yurishni hojati bo'lmaydi. Balki ana shu ildizlardan, ana shu darddan, ana shu pokizalikdan paydo bo'lgan kitobni xalqimiz o'zi talashib, tortishib o'qiydi. Bunday kitoblarga faqat millatning dushmanlarigina qarshi chiqishlari mumkin. Bugun biz Humayro Xalilning Uzrnoma kitobini taqdimotiga yig'ildik va men ana shu kitobda haqiqatdan ham ajdodlarimizning o'sha ildizlariga qaytish, ajdodlarimizning uslubiga sodiq qolgan holatda kitob yozishga urinishni guvohi bo'ldim. Ana endi kitob nasib bo'ladi. Uzrnoma kitobi, biz shaxsan men muallifning boshqa kitoblaridan, boshqa yozuvlaridan xabarim yo'q. Birinchi bo'lib o'qidim. Albatta yozuvchi, shoir ahli biroz ta'sirchan bo'ladi. Lekin bu chin ma'noda ko'zlarga yosh olib keldi, qalblarimizni titratdi. Ya'ni bu kitobning sahifalarini ko'z yoshsiz o'qishning iloji bo'lmadi. Albatta adabiy jihatdan, badiiy jihatdan yondashganimizda qandaydir mulohazalarni bildirishimiz mumkin. Lekin bu yerda muallifning qalbini samimiyati va insoniyatga bo'lgan qayg'urishi, insoniyatga bo'lgan g'amxo'rligini his qildik. Shu o'rinda men bir baytni o'qimoqchiman. Bu baytni aslida yodlab olishimiz kerak. Bani odam a'zoyi yek nigarat, kidar ofarinash zi yek gavharat. Chu uzve badard ovarat ro'zigor, digar uzvharo namonat qaror. Bu baytni muallifi Hazrati Shayx Mustahiddin Sheroziy hazratlar bo'ladilar. Va bu bayt Birlashgan Millatlar Tashkilotining kiraverishiga yozib qo'yilgan. Eshigin tepasiga.
Tarjimasi ey insonlar, ya'ni ma'nosi xitoban shundayki, insonlar bir tananing turli a'zolari kabidirlar. Chunki insonlar bir gavhardan bino bo'lganlar. Va insonni tishi og'riydimi, qulog'i og'riydimi, qo'li og'riydimi, joni og'riydi. Ya'ni butun vujudi og'rigani kabi yer yuzining qaysi jihatida, qaysi bir nuqtasida bo'lmasin yashayotgan odamning qayg'usi chinakam odamga ta'sir qiladi. G'azo bizdan uzoqda, lekin u yerda mazlumlarning dardi bizning qalbimizni larzaga soladi. Bu bizni bir gavhardan, bir zotdan tarqaganimizni va ayni paytda haqiqatdan Odam alayhissalomga mansub ekanimizni bildiradi. Odam alayhissalomga mansub bo'lganlarni odamiy deydilar. Ya'ni odamiy ekanimizning isboti mazlumlarga qalbimizning kuyib faryod chekishidir. Yoki Hazrat Navoiy aytadilarki, olam ahli, bilingiz kim ish emas dushmanli, yor o'ling bir-biringizga ham, bir-biringizga kim erur yorlig'ish. Ya'ni ey olam ahli, dushmanlik qilmanglar, bir-birlaringga do'st bo'linglar. Do'stlik qilish haqiqiy do'stlik mana shu ishdir deydilar. Shu ma'noda Humayro Halilning bu kitobi ana shunday bir da'vat, ana shunday bir nido. Men so'zimni avvalida biz bu yerga bir ilm majlisiga, kitob majlisiga emas, balki shukr majlisiga yig'ildik deb atadim, aytdim. Chunki biz faqatgina bu kitobni o'qib, ko'zlarimizga yosh olishimizni o'zi kifoya emas. Balki biz bu kitobni o'qir ekanmiz, qaysi makonda, qaysi vatanda va qaysi xalqning farzandi bo'lib yashayotganimizga e'tibor berishimiz kerak. Biz musaffo osmonni tagida, chin ma'noda bir-biriga do'st bo'lgan, xayrixoh bo'lgan xalqning farzandlari bo'lib yashayapmiz. Keyingi paytlarda umuman mana shu oxirgi paytni oladigan bo'lsak, xalqimizga nisbatan, O'zbekistonning xalqiga nisbatan, u o'zbek bo'lsin, tojik bo'lsin, qaysi millat ahamiyati yo'q. O'zbek bo'lib ketgan o'zbekistonlik xalqni vakillariga nisbatan bepisand qarashlarning guvohi bo'lyapmiz. Ya'ni Germaniyada mana bunday bizdacha deb qo'yadi. Yoki falon joyda bunday bizdacha deydi. Yo'q. Biz ulardan afzalmiz. Hamma tomondan afzalmiz. Domlamiz aytdilar, maktabni buzsangiz, masjidni bursangiz o'rniga qurish mumkin, lekin insonni qurib bo'lmaydi. Bizda axloq bor, bizda iymon bor, bizda soflik bor, insof bor, diyonat bor. O'shani ko'ra bilishimiz kerak. Va biz xalqimizni yerga urgandan ko'ra o'sha soflikni, diyonatni uyg'otish choralarini ko'rishimiz kerak. Biz axloqi va yashash tarzi bizga to'g'ri kelmaydigan odamlarga ergashishdan o'zimizni saqlashimiz kerak. Ana shu rostakam haqiqiy mustaqillik bo'ladi. Va yana Humayro Halilning kitobiga qaytadigan bo'lsak, butun yer yuzida bilasiz nima bo'ldi? Ya'ni g'azoga nisbatan xayrixohlik ma'nosida namoyishlar bo'ldi. Odamlar minglab, millionlab chiqib g'azo deya hayqirdilar. Lekin biz bunday qilmadik. Ammo borib g'azoliklarni olib kela oldik. Ya'ni yurtboshimiz boshchiliklarida. Va bugun aslida har bir shoir, har bir san'atchi, har bir musavvirning vazifasi ediki, g'azoga g'amxo'rlik qilish, g'azoga xayrixohlik qilish. Va Humayro Halil bu yo'lda birinchi qadamni bosdi. Yaxshi kitob bilan avvalo muallifni va barcha o'zbek kitobxonlarini tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar. Tashakkur. Rahmat. Davom etamiz azizlar. Navbatdagi mehmonimizga so'z navbatini beramiz. Falaq nashriyoti rahbari G'iyosiddin Habibulloh akamizga. Marhamat. Assalomu alaykum barchaga. To'g'risi, kecha ofisda xonamizda o'tirganimizda do'stimiz Shohmirzo aka kirib keldilar va shu taqdimot bo'lish haqida xabar berdilar. Ko'rib ko'zimiz quvondi. Haqiqatan ham bu kitobni ko'rib barchamizda dardimiz bo'lish kerak bo'lgan.
barchamiz bu narsaga harakat qilishimiz kerak bo'lgan narsani birinchilardan bo'lib qilishibdi. Alloh subhanahu va taolo bu qilgan ishlarini xayrli, barakotli qilsin. Va butun insoniyatni Alloh subhanahu va taolo insonni yer yuziga xalifa qildi, o'rinbosar qildi. Nima uchun desa, yer yuzida tinchlik, omonlikni o'rnatish uchun. Yer yuzida buzish, fasod tarqatish uchun emas. Bugun kim o'sha fasodni tarqatayotgan bo'lsa, ular aslida o'zlarini isloh qiluvchilar qilib ko'rsatyapti. Aslida ular o'zlarini isloh qiluvchilar qilib ko'rsatyapti, lekin aslida ular mana shunday buzg'unchiliklar qilib insoniyatni mana shunday tinchligini buzib, xalqni o'zini yurtida xotirjam yashashligiga qo'yishmayapti. Ular nafaqat bir deylik yer yuzini qaysidir bir chekkasida bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin aslida o'sha joyda bo'layotgan narsa bizni boshimizda ham bo'lishi mumkin edi. O'sha narsani, o'sha ulardagi bo'layotgan har bir muammo, har bir qiyinchilik, og'riqlar, alamlar, azob, uqubat, o'sha har bir bo'layotgan zulmlarni, holatlarni hissi bizni boshimizda ham bo'lishi mumkin edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bizni osmonimiz musaffo deyilyapti. Alhamdulillah, Allohga hamdlar bo'lsin. Biz tinchlik, omonlikda yashayapmiz. Biz hozirgi yoshlarimiz hech qaysini ertalab uyg'onganida xayolida biron marotaba mana 15 yil yashagan bo'lsin, 20 yil yashagan bo'lsin, 30 yil yashagan bo'lsin, mana 30 yoshdagilar hamma biron marotaba kechasi bilan kunduzi nima bo'lar ekan, bizni ertalab o'qishga qanday borar ekanmiz, yo bolalarimizni qanday o'qishga olib borar ekanmiz, yoki oddiy bozorga borib kelishni g'amini qilish, borib bir do'konga kirib biron bir narsani olib kelish masalasida o'ylanib qanday chiqib kelar ekanmiz degan narsani biron marotaba his qilib ko'rmaganmiz. Ya'ni qo'rquv hissi bo'lmagan. Biron marotaba bo'lmagan. Ana shu holat bo'lmagani, mana necha yillardan beri bo'lmagani biz barchamizni shukr qilishimizga, barchamizni mana shu tinchlik, totuvlik hissini his qilishimizga albatta doimiy undashi lozim va doimiy biz shukr bilan yashashimiz lozim. Ocharchilik, mana urushni ortida nimalar kelib chiqadi? Urushni ortida barcha hamma fasod nimaiki bu muammolar bo'ladigan bo'lsa, hammasi kelib chiqadi. Ocharchilik, yetishmovchilik, ta'limni qo'yavering, ilmni qo'yavering. U yerda odamlar notinch joyda odamlar hech qaysini xayoliga bir bayt yozish va biron bir kitob yozish yo biron bir o'qituvchi talabasiga biron bir dars berish xayoliga ham kelmaydi. U joyda faqatgina jonini saqlash, bolalarini saqlash, qanday qilib ozuqa topish. Tasavvur qiling, qanday bir ahvolda. Bugun kechpayt mana aytib beryaptilar, boya eshitdik kirganimizda. Kechpayt uxlayapmiz, tongda men shifoxonada uyg'onyapman deyapti. Yarim oyog'im yo'q holatda uyg'onyapman deyapti. Tasavvur qiling, bu dahshatlilikda. Bu insoniylikdan tashqari bo'lgan narsa. Bu insoniyatni tomiriga, ildiziga nima deydi, bolta urish. Tomiri ildizdan insoniyatni zarar yetkazish. O'sha holatda hech kimni xayoliga kelmaydi va bu narsa uzoq davom etyapti. Yillar davom etyapti. Tasavvur qiling, o'sha og'ir bir holat. Hech kimni xayoliga o'sish, rivojlanish, biznes qilish,
tijorat qilish degan narsa kelmaydi umuman. Bu degani umuman bir davlatni to'laligicha o'tirishiga, xalq umuman bir e, rivojlanish haqida biron bir sohada, biron bir jabhada rivojlanishni haqida umuman o'ylamay, faqatgina tinchlik, totuvlik yashash, o'zini jonini saqlab qolish, bolalarini jonini saqlash, dori-darmonni ham o'y tasavvur qiling, dori-darmon ham yo'q, ovqat ham yo'q, yeydigan bir non ham yo'q, barg yedik deyilyapti. Mana shunday bir holatga e, olib kelgan, mana shunday bir holatni ko'rgan, ko'zi bilan ko'rgan, yashagan insonlar hayoti haqida yosh bolalar o'zini tili bilan gapirib berganligi, o'sha joyni ko'rgan, yashagan insonlarni tilida aytilgan narsalarni his qilib, shu narsani Uzrnoma deb kitobini yozibdilar. Bu narsa nima uchun yozildi? Albatta bularni hammasini o'sha bo'layotgan voqelikdagi har bir holatni his qilish kerak. Bir arabiy kitobni o'qigandim. U joyda xuddi shunday bir ayol uzr aytgan g'azoliklarga. U ayol shifoxonada, tug'ruqxonada men deyapti, shunday bir joyda dunyoga keltiryapman bolamni deyapti. Hamma kerakli narsa yetarli deyapti. Doktorlar yetarli, dori-darmon yetarli, atrofimda hamma girdi-kapalak deyapti. Lekin G'azodagilarchi deyapti-da. G'azodagilar qanaqa ahvolda? Qancha onalar bor farzandini dunyoga keltiraman degan. Ular qanday, qaysi joylarda keltiryapti, qaysi yerlarda keltiryapti? Atrofida biron bir qaraydigan doktor ham yo'q, boshqasi ham yo'q deb turib kitob yozgan. Bu ham xuddi shunday ayni tug'ruqxonada 10 kunmi, 15 kun vaqt oralig'ida himoyalanadiki, saqlanishda bo'ladi. Saqlanishda yozgan kitobini. Dahshatli holatni, har bir holatni uzr qilib aytgan. Uzr g'azoliklar degan. Biz mana shunday bir holatda farzandni dunyoga keltiryapmiz, lekin u joydagi onalar qanday holatda farzandini dunyoga keltiryapti deb. Uzr deb har bir holatga uzr deyish kerak-da. Nimaga? Biz uzr g'azoliklar, biz ovqatimizni xotirjam yeb o'tiribmiz. Uzr g'azoliklar yoki umuman bo'lganda har qanday mana shu og'ir holatda bo'lgan, notinch bo'lgan qaysi davlat bo'lsa farqi yo'q. O'sha davlatda bo'lib ham musulmonlar yana. O'sha musulmonlarga har bir holimizda uzr aytadigan bir holat. Nima uchun? His qilish, bizda o'sha his qilib uni ketidan shukr qilish yo'qolib qolgani uchun. O'sha uchun uzr aytish kerak. Uzr g'azoliklar, masalan, biz xotirjam, masalan, o'yin kulgularni qilyapmiz. Uzr g'azoliklar, xotirjam biz to'y tomoshalarni qilyapmiz deb turib har bir holatga uzr aytsak bo'ladi kerak bo'lsa. Mana shu holatni Uzrnoma deb turib kitobni yozishdi. Nido nashriyotiga, A1 nashriyoti, keyin super kitobxon loyihasini rahbarlari bo'lgan ustozlarimizga Alloh subhanahu va taolo bundan keyingi ishlarida ham rivoj bersin, baraka bersin. Mana shunday bir go'zal ko'rinishda taqdimotlarni qilishda yordam berayotgan Najot ta'lim rahbariyatiga ham kattakon rahmat. Bunday ishlar ko'paysin. Mana ijodkor ahllari, ustozlar mana shunday qalam tebratib, go'zal kitoblarni yozib berishda davom etsin. Biz u kitoblarni o'qib, hayotimizga tatbiq qilib, mana shunday insoniylikni his qilib, sof tabiatli insonlardan bo'lib, xalqimizni rivojiga, xalqimizni farovoniga, davlatimiz ravnaqiga xizmatda davom etaylik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga xayrli, barakatli bir umr bersin. Salomat bo'linglar. Rahmat kattakon. Davom etamiz azizlar. Navbatdagi so'z navbatini barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgan Muqaddima kitobining tarjima egasi Said Komil akamizga bersak, ulardan ham ikki og'iz o'z fikrlarini tinglasak, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar.
Bu kitob haqida gapirishda o'zim bilgan sohadan yoritib berishga harakat qilaman. Bilamizki, bizga o'zimizga tanish bo'lgan eng katta kulfatlardan biri bu Ikkinchi jahon urushi bo'lsa, bunda 1,5 millionga yaqin, undan ortiqroq o'zbek vatandoshimiz bunda qatnashgan. Har bir vatandoshimiz bu urushda qanday taqdir yashaganini, uning oilasida qanday kulfat bo'lganini, taqdirlari, farzandlari, o'y-hayollari, rejalari qanday o'zgarib ketganini biz davrlar osha bu Ikkinchi jahon urushi haqida yozilgan kitoblar, asarlar, kinolar orqali bilamiz. Bu Ilhaq kinosi bo'lsin, masalan, Ufq romani bo'lsin, Said Ahmadni va boshqa Ikkinchi jahon urushi haqida nafaqat o'zbeklarning qahramonliklari yoki aziyatlari, balki dunyoda sodir bo'lgan voqealarni, ana shu davrdagi muammolarni yoritib bergan, haligacha davom etayotgan, masalan, Pianist degan kinolar orqali biz o'sha davrdagi qiyinchiliklarni ko'ramiz. Bu qiyinchiliklarni ko'rganimizda biz bir narsani xulosa qilamizki, haqiqatdan bu narsalar yomon. Urush bu yomon. Mana shunday asarlar tarixning va voqelikning faqat statistikadan iborat emasligini bizga ko'rsatib beradi. Biz kundalik hayotda, kundalik voqealarda, iqtisodiy, siyosiy ma'lumotlarni o'qiyotganimizda faqat raqamlarni ko'ramiz. Bunday bo'ldi, 100 ta bo'ldi, 200 ta bo'ldi va hokazo va hokazo. Lekin uning ortidagi dardlarni, uning ortidagi muammolarni ko'rmaymiz. Mana shunday romanlar bizga bugungi kunda insonligimizni eslatib turadi. Nima uchun bunday romanlarni o'qishimiz kerak? Bunday qissalarni, hikoyalarni o'qishimiz kerak? Chunki biz o'zimizning insonligimizni, dunyoga nimaga kelganligimizni va nima uchun yashayotganligimizni ko'rsatadi. Bu romanlar orqali, bunday hikoyalar orqali, ya'ni mikro tarix deydi, buni tarixni o'qiydiganlar biladi. Insonlarning his-tuyg'ularini his qilish orqali biz kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday hodisalarga reaksiya bildiramiz. Bu yaxshi narsa, bu noto'g'ri narsa, bu insoniyatga to'g'ri keladi, bu noto'g'ri keladi degan ma'noda. Agarda mana shunday hikoyalarga e'tibor bermasak, insonlarning taqdiri bilan qiziqmasak, atrofimizda bo'layotgan narsalar faqat statistika sifatida o'tib ketadi va qalbimizga hech qanday ta'sir qilmaydi. Qalbimizga ta'sir qilmagandan keyin bizning hayotiy rejalarimizda, hayotiy tanlovlarimizda bu narsa bizga ibrat bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan bu juda ham muhim mavzu. O'ylaymanki, bu narsa Ikkinchi jahon urushidagi voqea hodisalarga taalluqli juda ham mashhur romanlar, kitoblar, kinolar davrlar osha yozilib keldi. O'z davrida ham bunga qo'l urilgan va keyinchalik butun insoniyatning xotirasi sifatida bu narsalar yana davom etdi. O'ylaymanki, mana shunday uzrnoma janridagi va mana shu voqealarga bo'lgan munosabatlar keyinchalik xudo xohlasa bu muammolar tinchib ketganidan keyin ichkaridan biz bilmagan taqdirlar, haqiqiy taqdirlar yana jamoatchilikka oshkor bo'lgandan keyin bundan ham ta'sirchan, bundan ham aziyatlarni ochib beradigan hikoyalar ketma-ket insoniyat tarixida yana oshkor bo'ladi. Yana bir narsani aytishim kerak. Mana shu tarixiy voqealar haqida, mana shu dunyoning bir chekkasida bizdan uzoqda bo'layotgan voqealarga munosabat haqida aytishim kerakki, uzrnoma deb nomlandi. Biz bunga yana rahmatnoma ham deb aytishimiz kerak. Nima uchun? Chunki hozir insoniyat oq va qorani tanlash, nima yaxshi, nima noto'g'ri ekanligini tanlash, nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emas ekanligini tanlash arafasida yana turibdi. 50 yil oldin, 70 yil oldin mana shunday tanlov arafasida turgan. Ya'ni insonlarni bir joydan genotsid qilish mumkinmi? Bir qavmni odamlar orasidan tanlab yo'q qilish bu axloqqa to'g'ri keladimi? Biror bir xalqni yashab turgan joyidan, uyidan, yerlaridan qandaydir g'oyalar maqsadida surib chiqarish mumkinmi degan narsalarni insoniyatga mumkin emas ekanligini ko'rsatib turgan ba'zi insonlar bor. Ana shularning shu mardonavor harakatlari uchun biz bularga rahmat ham aytishimiz kerak. O'ylaymanki, biz mana shunday kitoblar orqali o'sha voqealarda bo'layotgan, nafaqat Yaqin Sharqda, dunyoning hamma joyida bo'layotgan voqea hodisalarning ichidagi taqdirlarni o'rganish bilan birga ularga insoniy munosabatni shakllantirishni ham o'zimizga eslatib turamiz deb o'ylaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.
Rahmat kattakon, davom etamiz. Darvoqe, urush boshlanganiga 4 yil muddat bo'ldi G'azoda. Hozir kecha kunduzda esa vaqtinchalik o't to'xtatish ishlari amalga oshirilgan, lekin baribir Isroil u shartlarga ko'nmasdan bir haftada kamida 2 yoki 3 marta har xil nuqtalariga bombalarni uloqtiryapti. Hozir kecha kunduzda ham. Men ham juda ham ko'plab videolarni ko'raman, informatsiyalarda tahlilchi, siyosatshunoslarni fikrlarini eshitaman, lekin har doim nimaga ko'rib, nimaga eshitaman, o'zimga bir tasalli qidirgan holatda, ya'ni o'zimni yupatish maqsadida topdim. Bir so'z topdim. Ya'ni Yosir Arofat so'zi bor ekan. Hali G'azo ayolini bachadoni bor ekan, G'azo millati yo'q bo'lmas ekan. Juda ham yoqdi o'zimga. Navbatdagi mehmonga so'z navbatini beramiz. Kitob targ'ibotida hozirgi kecha kunduzda 100 minglagan auditoriyasini jalb qila olayotgan do'stimiz Vafo Mo'min. Assalomu alaykum. Avvalosi, mana shunday kechaga taklif qilganliklaringiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Domlamiz Abror Muxtor Aliga alohida. O'zi nihoyatda bir diydasi qattiq insonman deb bilsam kerak o'zimni, chunki 12 yillik harbiy xizmat mana shunaqa qalbimizni, diydamizni qochishiga olib kelgan bo'lsa kerak. Uncha bunchaga ko'zimga yosh kelmaydi. Illo mazlumlarning azobi oldida qalbim hech qachon dosh bera olmagan. Shu paytgacha Ozodbek Nazarbekovning aytib ber degan taronasini eshitsam, har qanaqa vaziyatda kulib turgan paytimda ham, boshqa paytimda ham kayfiyatim zo'r bo'lganda ham eshitsam, o'sha paytning o'zida ko'zimga yosh kelar edi. Va mana kuni kecha mana shu Uzrnoma kitobini topshirishdi. Hali to'liq o'qib chiqqanimgacha yo'q. Boshini o'qiganimdan ko'zimga mana shu yosh kelishni boshladida. Bu bir aytadi-ku, birovlarni dardini his qilsang, demak insonsan deydi. Biz ham mana shu atrofimizda bo'layotgan genosidlarni qalban his qilishimiz va qalban inkor qilishimiz kerak. Xosatan mana shundoqqina yaqinimizda Uyg'ur o'zimizni qardoshlarimizga nisbatan bo'layotgan genotsidlarni ham unutmasligimiz kerak. Bundan tashqari Yaqin Sharqda bo'layotgan o'sha xunrezliklarni ham unutmasligimiz kerak va bulardan o'zimiz uchun yetarli xulosa olishimiz kerak deb o'ylayman. Endi ba'zi bir chiqishlarimizdan meni tanqidchi inson deb bilishadi, lekin o'zimga nisbatan bu sifatni o'rinli deb bilmayman, o'zim uchun qabul qila olmayman. To'g'ri, ba'zi bir o'rinlarda juda bir bo'lmay ketgan holatda tanqid qilishni majbur bo'larmiz-ku, lekin tanqiddan tamoman yiroqman. Ba'zi bir o'rinlarda davlatchilikni rivojlanishi uchun nima to'siq bo'lyapti degan savol juda ko'p qiynaydi-da va mana shu savolga javob topish maqsadida jamiyatni o'rganishga harakat qilaman. Ba'zi paytda odamlar aytadi, falon amaldorlarni o'zgartirsa yaxshi bo'ladi, piston amaldorlarni o'zgartirsa yaxshi bo'ladi deydi. Xo'p, yaxshi deyman. Eshmat o'g'ri bor edi, u amaldor bo'ldi. Uni almashtirdik, uni o'rniga Toshmat o'g'ri keldi. U bitta amaldor bo'ldi. Keyin nima bo'ladi? O'sha sikl aylanaveradi. Buni oldini olish uchun nima qilishimiz kerak biz? Avvalosi o'zimizni isloh qilishimiz kerak. Har birimiz to'g'rilikni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Biz o'zimiz korrupsiyaga qarshi chiqar ekanmiz, butun bir jamiyatda isloh bo'ladi. Bu hattoki o'sha diniy va dunyoviy ta'limot ham buni tasdiqlaydi. Ya'niki mana domlamiz tasdiqlashlari mumkin. Shunaqa oyatlar bor ekanki, siz qanday bo'lsangiz, boshingizga shunday rahbarlarni yuboramiz degan. Demakki, insonlarimiz avvalosi o'zini isloh qilish kerak. Isloh albatta ilm bilan, ta'lim bilan bo'ladi. Biz ko'p o'rinlarda odamlarimizga kitob o'qishni, ko'proq kitob o'qishni targ'ib qilib kelamiz va shu o'rinda bizga aytishadi qanday o'qiylik, qaysi kitoblarni tavsiya berasiz deganida biz ikkilanib qolamiz. To'g'ri, biz endi o'zimizni shaxsiy tajribamizdan kelib chiqib qandaydir bir kitob o'qish funksiyasini o'zimiz uchun joriy etib qo'yganmiz, kunlik normamiz, lekin boshqalarda buni qanday yo'lga qo'yish kerakligini mana akademik ilmi yo'q. Hozir domlamiz aytib o'tdilar. Ya'ni kim biz bu ilmni bera olmaymiz. Lekin mana shu
yaqinda tashkil etilgan mana shu super kitobxon loyihasidan nihoyatda xursand bo'ldim. Bu millatdagi kitobxonlikni uyg'otishga bo'lgan bir inqilobiy harakat desam o'rinli bo'ladi menimcha va mana shu millatni uyg'otishga qaratilgan harakatni qo'llab-quvvatlayman. Yana bir bor mana shu kitob xayrli bo'lsin va mana shu loyiha doirasida bunaqa ijodkorlar yanada ko'proq chiqishi tilakdoshiman va so'zim oxirida har doimgidek vatanim omon bo'lsin. Salomat bo'linglar. Vafo mo'min. Rahmat kattakon. Azizlar, davom etamiz va biz asta-sekinlik bilan tadbirimizni, taqdimot marosimimizni kulminatsion nuqtasiga yetib keldik desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi kitob ichidagi qahramonlardan biri oramizda o'tiribdi va ularning ismlari Muhammad. Muhammadni taklif etamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Muhammad, xush kelibsiz va السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بالضيوف الكرام وأهلا وسهلا بالحضور الكرام ولكل شخص أتى إلى هنا. وشكرا أولا للأستاذ كامل لدعوتنا إلى هنا إلى هذا الكتاب، وشكر آخر لزوجة الأستاذ لكتابة هذا الكتاب، وللأشخاص الذين فكروا بنا، فكروا بالفلسطينيين وكل شخص شكرا له. كل الأشخاص الذين دعوا إلينا وقفوا بجانبنا بالدعاء وساندونا ووقفوا معنا، شكرا لكم جميعا. Xo'p, assalomu alaykum aziz mehmonlar, hammanglarga kelganinglar uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Avvalo mana shu taqdimotga bizni taklif qilgan Komil do'stimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz va muallifga ham shaxsan minnatdorchiligimni bildiraman va sizlarga ham alohida minnatdorchilikni bildiramanki, bizlarga e'tibor berganinglar uchun, g'amxo'rlik qilganinglar uchun barchaga tashakkur. شكر آخر للرئيس، رئيس دولة أوزبكستان شوكت ميرزييف الذين أحضرونا إلى هنا، وشكرا لجميع الأشخاص وجميع الناس الأوزبيك الذين ساندونا ووقفوا بجانبنا ووقفوا معنا وساندونا حتى لو بالدعاء. Va asosiy minnatdorchiligimni shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev janoblariga ham bildiraman va u kishini atroflarida bizga ko'makchi bo'lgan, bizga suyanch bo'lgan va doimiy yordamlarni bizdan ayamagan azizlarimizga ham minnatdorchiligimizni izhor etaman. سوف أقول لكم فقط نبذة صغيرة عن معاناتنا في قطاع غزة. تمام؟ نحن شعب حر. ما معنى شعب حر؟ يعني نحن شعب نحب السلام ونحب أرضنا مثل الأوزبيك. الأوزبيك جميعه يحب دولة أوزبكستان، تمام؟ ونحن أيضا نحب دولتنا ونحب دولة فلسطين. لهذا السبب بالتأكيد سوف ندافع عن أرضنا وسوف ندافع عن فلسطين والبيت الأقصى والقبة الصخرة. Xo'p, sizlarga o'sha G'azodagi hayotimizdan bir qisminigina yoritaman xolos. Biz ozod edik, ya'ni ozod xalqimiz. Biz Falastinni yaxshi ko'ramiz, xuddi mana o'zbek xalqi ham O'zbekistonni yaxshi ko'rgandek va bu vatanimizdan hech qachon voz kechmaymiz, uni hamisha himoya qilamiz. هذا الكتاب يتكلم عن معاناتنا، ولكن معاناة الفلسطينيين لا تنتهي، لأن استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلوب ليس جيد أبدا في حق الأشخاص المدنيين والأشخاص العزل في غزة. في قطاع غزة كنا نعيش أولا قبل بداية الحرب، كنا نعيش بأسلوب وبطريقة جيدة جدا. Xo'p, mazkur kitob demak bizni hayotimiz haqida hikoya qiladi, lekin bizni hayotimizni bir kitobda jamlab bo'lmaydi, ya'ni oxiri hech tugamaydi. Biz ham ilgari tinch, xotirjam yashar edik. Lekin sionist tuzumi nafaqat bizga, balki bizdan tashqaridagi demak insonlarga ham tinchini buzyapti, ularga o'z ta'sirini ko'rsatyapti. كان يستخدم الاحتلال الإسرائيلي معنا في قطاع غزة، كان يستخدم أسلوب ليس جيد بحق الإنسانية بشكل عام ولا بحقوق الإنسان. على سبيل المثال قبل بداية الحرب في قطاع غزة كنا نعيش بخير وبسلام، ولكن بسبب الضغط الشديد على الأشخاص في قطاع غزة، بسبب الضغط الشديد
انفجر، يعني الشخص هناك ينفجر بسبب الضغط الشديد. Xo'p, biz o'sha xotirjam yashab kelar edik. Lekin mana shu sionist tuzumni o'ta shu darajada demak zug'umi, tazyiqi shu darajada bo'lib ketdiki, inson aqli, inson jismi toqat qilmaydigan bir holatga yetib keldi. حاولنا الدفاع عن أرضنا، وحاولنا الدفاع عن مقدساتنا، وحاولنا كثيرا، ولكن الحمد لله هذا نصيب من عند ربنا. بداية استخدم الاحتلال الإسرائيلي أسلوب ليس جيد أبدا، قام بتهجير جميع الناس من شرق قطاع غزة وشمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة، ليحشر ليضع الناس في منطقة صغيرة فقط. عندما يضع الاحتلال الإسرائيلي الناس في منطقة صغيرة فقط، هو يمكنه التحكم بهم، يمكنه التحكم في هذه المنطقة الصغيرة. كان يستخدم أسلوب القتل الجماعي. على سبيل المثال، هنا يوجد يوز 100 شخص مثلا، يقتل 100 شخص، يقتل 100 شخص كاملة بدون أي مشكلة. Biz vatanimizni himoya qilishga ko'p muddat harakat qildik. Lekin o'sha tuzum qo'llagan uslub umuman insoniyatga to'g'ri kelmaydigan noqonuniy, noinsoniy bir usulni qo'llashdi. Ular bir vaqt o'zida yuzlab insonlarni bir lahzada yo'q qilish usulini qo'llashdi. Maqsad bundan o'sha bizni vatanimizni tortib olish va bizni ulkan bir davlatdan kichik bir mintaqaga qisib qo'yish uchun harakat qilishdi. إذا كان الاحتلال بحاجة إلى شخص واحد فقط في هذه الجماعة هنا، هو يقتل جميع الأشخاص بسبب شخص واحد. تمام؟ Agar o'sha demak sionist tuzumi deylik bir insonni yo'q qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa oramizdan, ana shu insonni yo'q qilish uchun butun boshli bir mahallani, butun boshli bir uyni yo'q qiladi. Ya'ni izoh sifatida aytmoqchi bo'lsam, masalan, bir kishini agar o'sha bir bizga qarshi kurashadigan bir jangchi sifatida e'tirof qiladigan bo'lsa, qaysidir mahallaga yoki bir joydaligini bilsa, o'sha odamni, bitta odamni yo'q qilish uchun yuzlab, 200lab, minglab insonlarni bir vaqtda o'zida yo'q qilib yuboradi. استخدم أيضا العديد جدا من أساليب القذرة، الأساليب التجويع، القصف الجماعي، الترحيل، التهجير. تمام؟ كان الاحتلال يستخدم هذه الأساليب جميعها ليقضي تماما على البشرية في هذا القطاع، في قطاع غزة. هذا الكتاب يتحدث عن المعاناة الموجودة هناك، ولكن المعاناة الموجودة هناك أكبر بكثير، لأن لا يمكن لأي شخص أن يتصور ما يحصل هناك إلا إذا كان هو فعلا يعيش هناك، يعيش في هذه المنطقة. ولكن بداية هذا الكتاب مشكورين، شكرا لزوجة الأستاذ كامل، شكرا كثيرا لها التي شعرت بنا وفكرت بنا وكتبت هذا الكتاب. Demak, bu bizga qarshi bo'ladigan jinoyat usullari juda ko'p. Ba'zilarni demak joniga qasd qilish holatlari, ba'zilarini surgun qilish, qamoqqa olish juda ko'p demak tazyiqlar sodir bo'lyapti. Mana shu kitob ayni shu voqealar haqida, bizni hayotimiz haqida hikoya qiladi. Lekin bizning hayotimiz aslida inson tasavvur qilishidan ham ko'ra dahshatliroq. Buni faqatgina o'sha hududda yashagan insongina his qila oladi. وأنتهي بآخر فقط فقرة صغيرة. سوف أتكلم قليلا عن بعض من المعاناة. يستخدم الاحتلال الإسرائيلي أسلوب القصف الجماعي، يستهدف جميع من الأشخاص في هذا القطاع، يقتل جميع الناس. لا يريد، هو يحتاج إلى هذه الأرض. كيف يأخذ هذه الأرض؟ بقتل الناس جميعها. الحمد لله رب العالمين، شكرا كثيرا لكم، شكرا لكل الأشخاص الذين وقفوا بجانبنا، الأشخاص الذين ساندونا، الأشخاص الذين وقفوا معنا. شكرا كثيرا لكم، وشكرا لدولة أوزبكستان، الدولة الحبيبة والدولة الشقيقة التي وقفت بجانب الفلسطينيين. بارك الله فيكم، تشرفت بكم جميعا. أنا اسمي مهند عيسى، أنا من فلسطين، من قطاع غزة. تشرفت بكم جميعا. Demak, Sion tashkilotini birdan bir maqsadi shuncha odamni qirish, shuncha odamni qurbon qilishdan birdan bir maqsadi bizni yerimizni egallash. Alloh taolo o'zi xayriyatda, o'zi sabotda sobit qadam qilsin va mana shu kitobni ta'lif qilgan, yozgan muallifga alohida minnatdorchiligimni bildiraman va xosatan bu o'zbek xalqiga, o'zbek millatiga, yurtboshiga va mana shu yerda hozir bo'lib turgan barchangizga chin yurakdan minnatdorchiligimni izhor etaman. Barchangizga rahmat.
بارك الله فيكم جميعا. مبارك هذا الكتاب، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم آخر ومن تطور إلى تطور آخر. أتمنى لكم التوفيق. Barchangizga mana shu kitob muborak bo'lsin. Yana kelgusida yaxshi kunlarda ko'rishish, diydorlashish hammamizga nasib etsin. Va أقدم جزيل الشكر أخونا محمد. أهلا وسهلا بكم. هناك بعض الأصدقاء من فلسطين، من غزة، محمد وأحمد ونشكر والآخرين أيضا. Demak azizlar, bu azizlarimiz o'sha prezidentimiz tashabbuslari bilan kelgan, Falastindan emas, ayni G'azzani mintaqasidan kelgan, uyidan mahrum bo'lgan. Bularning hozir uyi yo'q. Hammasi jabrdiyda. Barchalari o'sha portlashdan aziyat chekkan. Bizning hududga kelgan 100 nafar aholini orasida birorta ham sog'lomi yo'q. Ya'ni hammasi jabr ko'rgan. Yo o'q yegan yoki masalan oyog'idan ayrilgan. Hammalari shunaqangi og'ir musibatlarni boshdan kechirishgan va hozirda ham mana tinch yashashyapti, lekin xavotir bor. Bu yoqda qarindoshlar bor. Ba'zida kimnidir otasi o'ladi, ba'zida kimnidir onasi o'ladi. Hanuz bu holatlar bor. Endi Alloh taolo o'zi isloh qilishini tilab qolamiz va bu mehmonlarimizga ham minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Rahmat. Rahmat. Katta rahmat. Ustoz, mikrofonni qoldirishingiz mumkin. Davom etamiz azizlar va hozirgi navbatimiz auksionga. Tayyormisizlar? Undan oldin bitta kichkinagina e'loncham bor. Mana shu chap tomonda burchakdagi Facebook atalmish xonada ushbu kitobni xaridni amalga oshirsanglar bo'lar ekan. Faqat bugun adashmasam 40 ming so'mdan deyishdi. Faqat bugun ekan lekin. Ana endi ruxsatinglar bilan auksionni boshlaymiz va boshlang'ich narximizni qanchadan boshlaylik ustoz? Nech puldan boshlaylik? 100 mingdan boshlaymiz. 100 ming birinchi mana narx qo'yildi kitobimiz. Ushbu kitob boshqa kitoblarga qaraganda ajralib turadigan jihati bor. Bunga hamma o'z dastxatini qo'ygan. Kitob muallifasi, ustozlar, hamma. Puli albatta adashmasam Najot ta'limiga. O'quvchilarga. Kimda 100 mingdan ortiqroq taklif bor? 200 ming va 500 ming qabul qildik. 500 ming bor. 600 ming. 1 million domladan. 1 million 200 ming. 1,5 million. Yana. Ya bu taraf chap tomon jim bo'lib ketmaydimi? Gapirasizlarmi? Aytasizlar, u narsa deylar. 100 dollar bo'ldi hozir, so'mda dollarga perevod qiladigan bo'lsak, 1 million 700 ming bo'libdi. Orqada akamiz qo'lini ko'taryapti. Ayo, telefon ekan, uzr. Kechirasizlar. Bu tarafda ham faqat telefon ko'ryapman. 2 million ustozdan 2,5 million. 2 oylar o'ynab qo'yaylik. Qolgan hech kim o'ynamayapti-yu baribir. 2,5. 2,5 1 3. Voh. 3 million bor. 3 million 1 3,5 million. 3,5 millionni ham ko'rdik. Menimcha yuqori narxlarga sotsak kerak deb o'ylayman. 3,5 million hali bu o'rtasida ham emasmiz. Sal endi o'rtasiga kelyapmiz. 3,5 million 1 4 million ustozdan. Ustozdan 4 million bo'ldi. Siz aytyapti, o'zingiz 4,5 million deb. Aytmay qoldi ustoz. 4,5 million. Endi so'rab olaman bu safargisa. Keyingi safargisa. 4,5 million bor azizlar. Demak, ushbu kitobimiz hozirgi vaqtga qadar 4,5 million so'mga auksionimizda narxlanib turibdi. Yana kimda qanday takliflar bor? Bo'lib berishimga yo'q. Avgustgacha uzib yuboraman deysizlar-ku, yo'q, unaqasiga yo'q. O'sha mashhur insonning bir yaxshi gapi bor. Bedana payot, naqdma naqd degan. Ya'ni bedanaga pul berasiz, u sayraydi. Bo'lmasam u sayramaydi. Shu bois nech pulga to'xtadik? 7,5 millionmi? 4,5 million. Siz ham qaytdingiz 3 milliondan. Qizisi chiqib ketib qoladi. Mana hamma ko'rgan bunaqa narsalar. Orqa tarafdagi akalar ishtirok etasizlarmi sizlar ham? Yo'q, ishtirok etmaysizlar. Demak, 4,5 million 1, 4,5 million 2,
5 million. 5 million. 5 millionni ko'rdik. Yana oshiramizmi? Nima deb o'ylaysizlar? Oshiramizmi? 6 million. Go'zal. Go'zal. Kitobni foydasi ketdi. Yo'q, bu akam sotadigan kitoblarning foydasi ketdi. Bu akamning ham kitobxonasi bor-da, bu kitobniki emas. 5 million bir 6 mi? Qarang, 7 bir 6 6 million bir 6 million 2 Nahot Vafo momo hozir 10 million deydi. Nimaga gapirding tilla meni deyapti ichida hozir Vafo momo. 6 million bir 6,5 Boshlandi telefon qilishlar, pul maligini berib turlar, boshlandi o'sha haligi xotin haligi pulga tegmay turish bor degan gaplar boshlanadi hozir. 6,5 million bir 6,5 million 2 7 million. Gulroz qarsakinglar bo'lsin, 7 million. Shu 7 ga 6,5 ni qo'shib 2 oyla olib qo'ya olmaysizlarmi? Navbat-navbatdan o'qigani pul kattaroq pul qolardi bularga. Najot ta'limga yaxshiroq pul berib ketardik. Hazil albatta. 7,5 bir 7,5 2 7,5 3 Halol bo'lsin. Marhamat. Azizlar, tadbirimizni davom etamiz. Oramizda yana bir ayollar tomonidan kitob yozadigan ayolimiz bor ekanlar. Nasiba opa deb tanishtirishdi bizga. Shu yerdamilar? Kitob yozadigan opa. Ketib qolmadilarmi? Yo, ketdilarmi? Agar ketmagan bo'lsalar, so'z navbatini ularga beramiz. Agar yo'q bo'lsalar, demak tadbirimizni chiroyli qilib mana shu joyida yakun yasasak ham bo'ladi. Barchalarga tashakkur. Bir ma'noda go'zal suratda bo'ldi. Urahhibikum fi ma'ishatikum at-tayyiba. Falastinlik do'stlarimizni dardini eshitib, bugungi kundagi umidini ko'rib, bizda ham bir umid uyg'onyapti. O'zi umr bilasizlar qisqa hisoblanadi. Erkin Vohidovning zo'r ta'rifi bor umr haqida. Zamon oz, fursat tez, har narsa ziqdir. Har lahza ziqligi bilan qiziqdir. Hayot o'zi nima? Qabr toshida 2 sana aro qisqa chiziqdir degan. Qisqagina chiziqda yashayapmiz, lekin nimalarni ko'ryapmiz? Men ta'bir joiz bo'lsa badiiy tarafiga Qudus haqida bir she'r tarjima qilganman. Oldin menimcha chiqqan. Hozir o'rni kelgani uchun shuni o'qib bersam. Maylimi? Qudus. Ey samoviy dillarning dunyodagi beshigi. Ey Me'rojga ochilgan samolarning eshigi. Ayni Masjidul Aqso, ayni tavhid qubbasi, sahoba-i kiromning namozda ilk qiblasi. Ey javhari muborak, ulug' Masjidul Aqso. Orqilarda insonlik senga ibratla boqsa. Sen boshingdan o'tkazding necha qonli janglarni. Hatto yig'latar edi u vahshat harsanglarni. Bugun yana sahnada payg'ambar qotillari, go'daklarni o'ldirgan jinoyatning tillari. Bugun yana G'azoda onalar qon yig'lagan bu ochiq qatliomdan butun dunyo ko'z yumgan. Bugun cho'qqiga chiqdi zulmning ziyodasi, yana taxtada shular sionist piyodasi. Sen nabiylardan Yusuf, Allohning erkalari, senga zulm qilganlar,
Yusufning akalari. Yana ot solgan mudom salbchining asllari, madaniyat niqobli zolimning nasllari. Ey 1,5 milliardlik dunyo musulmonlari, yuz qizartirmadimi shuncha mazlum qonlari? Zolimga qarshi turib, tupursak ham botardi. Salohiddin holimiz ko'rsa alam yutardi. Ey neftning qirollari, saroy xonadonlari, shu qadar ham arzonmi Qudusning qurbonlari? Kim sochdi ustingizga o'liklar tuprog'ini? Yo uzib qo'ydingizmi Qudusla din bog'ini? Hattob o'g'li Umar adolatni sevardi. Sizni bu holda ko'rsa qasringizga ko'mardi. Ey mahsharga ishongan dunyo musulmonlari, ko'zingni och, tik turgin. Ey iymon o'g'lonlari, vahiy uchun tanlagan Robbanoning xalqimiz, nahot qiyomat qadar davom etar uyqumiz. Ummat bo'lolsa, bir safda tik turolsa, hech g'arib bo'larmidi o'ktam Masjidul Aqso? Ey samoviy dillarning dunyodagi beshigi, nima desalar desin, sensan najot eshigi. Avvalo do'stimiz ko'p zikr qildi. Eng kamida biz haqqimizda duo qilib turganlarga ham tashakkur aytamiz deyishdi. Mazlum odamni yordamchisi qolmaganda hech yo'q uni haqqiga duo qiladigan odamni ham istab qoladi. Haqqimga duo qiladigan bor-ku deydi. Mazlumni shu biroz qalbidagi yarasini malhami bo'ladi. Bizni mamlakatimizni, bizni O'zbekistonni hozirgi siyosiy islohotlari, ichki, tashqi qo'shinlar bilan bo'layotgan munosabatlari va har bittamizni ichimizda, orzuyimizda G'azoga yordam bersak edi, qanday qilib bularga yetishsak edi degan orzularimizni biroz sokinlashtiruvchi harakati tahsinga loyiq. Shaxsan prezident janoblarini shu Falastin diyorida G'azoning ayni qaynagan nuqtasidan mazlum do'stlarimizni, birodarlarimizni olib kelib bizda joy berishligi bu tahsinga loyiq. Bu yer yuzida bu insonga beriladigan insoniy mukofotlarni eng oliysini, ya'ni haq qozondi desak bo'ladi. Alloh taolo bizni yurtimizni balo qazolardan asrasin. Siz azizlar, biz mana shu hozirgi holatda guvohmiz. Men bir paytlar o'sha urush boshlanganda aytgan edim. Butun dunyo g'azoliklarni terrorist deyishni boshladi. Bilasizlar, har turli odamlar bor. Yo'q, G'azoning har bitta fuqarosi qahramon hisoblanadi. Har bitta fuqaro butun dunyoga mazlum vatanini himoya qila olishligini ko'rsatayotgan qahramon bo'ladi. Har bitta vafot etayotganlar shahid. Bularga yordam berganlarni Alloh taolo tashlab qo'ymaydi. Rahmat, tashakkur. Barcha tadbir ishtirokchilariga kattadan katta rahmat aytib qolamiz. Kelganingiz uchun mehmonlarimizga, ustozlarimizga, hammaga. Xo'p, endi oxirgi ishimiz kitob muallifasi mana shu yerda. Kitob olib dastxat qo'ydirsanglar bo'ladi. Yigitlar ustozga dastxat qo'ydirsanglar bo'ladi. U mana shu joyda amalga oshiradi. Hammaga kattakon rahmat. Xayr, salomat bo'lasizlar.